Diqqat aholiga xushxabar. Barcha kutayotgan yangilik e'lon qilindi. 2026-yildan boshlab stipendiya, pensiya va nafaqalar oyliklari rekord darajada oshiriladi. Mana sizga rasmiy xushxabar. Xalq kutayotgan yangilik e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Bu haqida Zamon.uz xabar berdi. Mazkur hujjatda kelgusi yildan ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'mdan ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag'lar xizmatlar narxining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni o'z ichiga oladi. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1,69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa, 832 milliard so'mni tashkil qiladi. Jami ish haqqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172 trillion so'm ajratilishi reja qilinmoqda. Bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lov davlat budjeti xarajatlarining 42,9% ni tashkil etadi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86 trillion so'm, nafaqalar uchun esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Yangi qonun loyihasida aholi daromadlarini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori suratda oshirish reja qilingan. Prognozlarga ko'ra 2026-yilda mamlakatimizda inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Shundan kelib chiqqan holda aytamizki, pensiyalar, maoshlar, oyliklar barchasi, nafaqalar 7% dan yuqori suratda oshirilishini ma'lum qilamiz, deyiladi Iqtisodiyot va Moliya vazirligining xabarida.